Men 35 yildan beri 35 yillik tajribasi bor. Usta olib o'rnatib, mana sizlarga живой natija. Realniy tog'ami o'zidan eshitaylik, bu pechkani olsa foydami yoki ziyonmi? Bu pechka bizda yangilik. Yangilik. Biz fizika tomonidan kelib chiqib, boshqa qilib qilganmiz, lekin realniy natijani tog'ani o'zi aytadilar-da endi. Shuni o'zi bitta batareykani ekonom qilib, bu qo'yilgan joyda isitib berish kerak. Agar bu yerga ham suv qilib ko'pchilik aytayapti-da, bitta energiya baland, 350-360 gradus beryapti. Shu yerda ham suv aylanadigan qil, unda yo'l bo'lib qoladi. Agar bu yerda suv aylantiradigan qilsak, o'sha bu qo'yilgan joyga ham batareyka qo'yishga to'g'ri keladi. Ya'ni 700 ming. Xo'p, hozir bu tog'amiz gazxonaga qo'yilyapti. Bu yerda ustida bemalol ovqat ham qilinaveradi. Albatta. Ko'za sho'rvami, oshmi? Mana bemalol biz ham shashlik ham pishirganmiz, usta shashlik pishirsa ham bo'laveradi. Endi ichkariga kirib ko'rsataylik. Endi bu ochib qo'ysa. Menga ma'qul kelgani, ash kuni Lazizbek olib kelib qo'ydim. Bu yerda qor, yomg'ir o'shancha edi, sovuqda. Qo'ygandan keyin mana shu g'olodan bir ikkitani qo'ydim, uni yong'inchi o'zini yaxshisi bo'ldi-da. Yong'inchi. Aytdim men, meni ko'nglimdagidek ekan dedim. Assalomu alaykum. Ekopechka ishqibozlari. Bugun 1-fevral 2025-yil Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumaniga kelganmiz. Tog'amiz birinchi gibridimizni sotib olgan tog'amiz. Tog'a shu pechkani obzor qilgani keldik. Realniy sotib olib ishlatayotgan odamning o'zidan bu pechka haqida ma'lumotlar olaylik deb keldik. Shuncha yo'l bosib, tog'a pechka yoqdimi gibridimiz? Pechkaga gap yo'q ekan. Meni asosiy kasbim shu. Qozog'istonda, Rossiyada qilaman, To'riyda gazda, boshqa hozir zamonaviy. Belarda ham bor, hali Samedanda boshqa qilgan, ular u darajada emas, menga ko'nglimga o'tirmasdi. Keyin sizlardan zakaz qildim, bir kun yetkazib berdi. Yaxshi, dastlabkani puli endi mendan tushdi, unga hali nima yeri yo'q. O'sha kuni keldi. Qo'ydim, hammani zapravka qildim, yurgizdirdim. Ikkita manaqa g'olasidan tashladim, mana ko'mirdi. Arichka derkan buni. Bu uyni ichkarida isishni boshladi-da. Isishni boshladi. Ichkarida ikkita xona uy, ikkita batareyka qo'yilgan, katta uzun batareykadan. Xo'p, o'zi aslida bu 3 uyda isitish kerak deb plan qilganmiz. Buni tashqariga qurilib qo'yilgan hozir bu. Tashqariga qurmaysiz. Chunki mana yerda suv turmaydi-da buni. Bu gibrid bo'lganligi uchun mana yerda suv turmaydi. Shuni o'zi bitta batareykani ekonom qilib, bu qo'yilgan joyda isitib berish kerak. Agar bu yerga ham suv qilib ko'pchilik aytayapti-da, bitta energiya baland, 350-360 gradus beryapti. Shu yerda ham suv aylanadigan qil, unda yo'l bo'lib qoladi. Agar bu yerda suv aylantiradigan qilsak, o'sha bu qo'yilgan joyga ham batareyka qo'yishga to'g'ri keladi. Ya'ni 700 ming, 800 ming. Albatta. Lekin bu o'sha kontrol qilayotgan joyingizda buni yoqyapsiz. Masalan, men shu xonada yashayman. Yonimda xonada o'g'lim yashaydi yoki qizim, bolalarim, undan keyin ota-onam. Albatta. Yoki oshxona yoki mehmonxona deylik. Bu yerda o'zim kontrol qilaman, ko'mirini solaman, boshqa qilaman, yoqaman, temperaturasiga qarayman, pastini, zaslonkasini ligirovka qilaman. Bu yoqdagi xonalar bemalol isilaveradi. Bu yerdan kontrol qilinaveradi. Shu maqsadda qilingan. Agar buni oshxonaga qilmoqchi bo'lsangiz, kakaras bu yer hozir tashqariga qo'yibsiz tog'a dedim. Bu tashqariga qo'yilmaydi. Ancha-muncha energiya tashqariga chiqib ketyapti buni isitish. Desam, bu yer kelajakda gazxona bo'ladi. Shuning uchun shu yerga qo'yildi. Planda gazxona bo'lar ekan, bu yer ovqatlanadigan joy. Shuning uchun shu yerga qo'yildi deb aytdilar tog'a. Endi bu gazxona o'sha isitib beradi va yonida ikkita xonani isitib beradi. Mana yerda hammom ham bormi? Hammom ham. Hammomni ham isitib nima qilib beradi. O'shini hozir realniy tog'ami o'zidan eshitaylik, bu pechkani olsa foydami yoki ziyonmi? Bu pechka bizda yangilik. Yangilik. Biz fizika tomonidan kelib chiqib, boshqa qilib qilganmiz, lekin realniy natijani tog'ani o'zi aytadilar-da endi. Olib ishlatayotgan. Bu tog'a bizning baxtimiz, ham birinchi xaridorimiz, ham o'zlari santexnika ekanlar. Santexnika bo'yicha
Namangan Uchqo'rg'on bo'yicha murojaat qilaverasizlar. Xudo xolasa bemalol mana o'zlarini nimalarini qilganlar, bemalol o'sha isitishlariga hozir o'zlaridan ham o'zlari santexnik, ham pechka zakaz qilganlar, gibridni o'zlari ustanovka qilganlar. Hozir o'zlari aytayapti, mana hozir yoqdik, yoqqanimizga bir 5 minut bo'lmadi. Ichkarilarni ham bitta ko'rsatamiz. Gradus o'lchaydiganimizni olib kelmabmiz. Bormi sizda? Yo'q, meniki ham kecha uyda qoldirib ketdim. Endi hozir batareykani ushlab ko'rib, 30 bor desak, hech kim ishonmaydi uni. Yo'q, lekin mana men o'zim shu xonadon sohibi, men shu sohada ish yuritaman. Menga yoqqanligi, menida ekonomligi, haqiqatda ekonomlik ekan bu. Qancha ishlatyapsiz sutkasiga? Mana sutkasiga men endi bu yerda tashqarida boshqada turgancha buni bular yaxshi tushunmaydi. O'rtacha bir 10 kiloga bormas ekan. Sutkasiga biz 16 kilo hisobladik. 10 kilo, 12 Sizning kilo. uyingizda 10 kilo, 12 kilo ketgan bo'lsa, bizda 20 soatga 16 kilo ketdi. 3 ta xona. Eski uylar o'zi promo efir qilganmiz translyatsiyada. Shu translyatsiyaga o'tib, kanalga o'tib turib translyatsiya bo'limi talasalarining ikkita video tashlaganmiz. Video sinaganimiz gibridni. Xo'p, o'shini tashab o'tib bemalol ko'rishlaring mumkin. Realniy efir qilganmiz. Xatosi, boshqasi hammasini promo efirda hamma realniy ko'rsin degan maqsadda. Xo'p, hozir ichkariga kirib ko'ramiz. Hozir bitta ma'lumot berib o'tay. Xo'p, hozir bu tog'amiz gazxonaga qo'yilyapti. Bu yerda ustida bemalol ovqat ham qilinaveradi. Albatta. Ko'za sho'rvami, oshmi? Mana bemalol biz ham shashlik ham pishirganmiz, usta shashlik pishirsa ham bo'laveradi. Endi ichkariga kirib ko'rsataylik. Ikkita xonani hozir ko'ramiz. Hozir endi qani? Uji qilishni boshlabdi bu endi hozir chunki 10 minutda ilishni boshladi. 10 minutdan bo'lgan yo'q. Jicha tartibsiz endi remont bo'layotganligi uchun, shuning uchun mana hozir havolarini chiqaryapmiz. Chunki hozir zapravka qilindi-da bu. Hozir zapravka qilindi, mana havolar chiqyapti. Yana ham tezlashadi aylanishi. Albatta. Tog'ami o'zlari nima qilganlar, sistema qilganlar, sistemaga bitta baho berasizlar. Hozir nima? Radiator nechiga nechi? Bunisi 160 bunisi. 162 160 ga. Bunisi 120. Bunisi 120, endi bo'yichi bo'yi. Bo'yi 30. 30 ga 120, 30 ga 160. Ikkita xona. Mana shu xonani mana romlari eski endi almashtirilar ekan, yangi remont bo'layapti. Xo'p, qanchada 30 gradusga olib chiqdi? Men kecha o'sha birinchi haligi sistemada sirazi qo'yganimda bu yerda. Yarim soatga bormadi. Yarim soatda bormasa sirazi aylandi. 30 ga. O'sha mana xona aytyapman, 2 yil shu yerda hech qanaqa o'tirish bo'lmagan, boshqa issiqlik bo'lmagan bu yerda. Bu yerda odam yashamagan. Yashalmagan. Yashamaganning hisobiga beki pechka yoqilmagan. Devorlari ham sovuq muzlayapti. Hozir mana jitka bo'ylar ham endi qo'yilgan. Hozir shuna qilingan, Jitka bo'ylarni ham endi qilinyapti. Nima? Eng qizig'ini aytayman. Bizda batareyalar bir xil joylarda qo'yiladigan, bizda 30 likda, chunki podagonlikdagi siqmaydi. Agar bu haliga 1 metrlik 60-80 lik bo'ladigan bo'lsa, yarim soat qolmasa mana shu aytgan temperatura xonada bo'ladi. Xudo xolasa, inshaalloh. Pechkaga gap yo'q ekan. Men uni bildim, chunki hamma pechkani men ishlatib ko'rganman-da. Bekarga men sizlarga ish qozmaganman, chunki har bitta efirlarni ko'raman. Haligi nerga oddiy pechkalarni ham ko'rganman. Endi undan ham olaman baribir. Xudo xolasa inshaalloh. Xudo xolasa inshaalloh. Men mashina gibrid chiqaryapsizlarmi deb hali telefonlashdingizda. Tog'a mashinaga narsa bo'layapti, sinovda dedingiz. Tashladingiz, ko'rdim. Ko'rganda o'zi aytdim, ha demak meni ko'nglimdagi ekan dedim. Keldi. Mana hozir Ustoz og'ami o'zlari shu santexnika sohasida bo'lganlari uchun pechkani ko'rib turib aqllari yetgan, zakaz qilganlar. Biz yetkazib berganmiz. Aytdik, tog'a sinov paytda hozir agar boradi, yoqasiz, o'sha siz xohlagandaqa effekt bersa qoladi. Agar siz xohlagandaqa effekt bermasa, plus 100% qaytarib pechkani o'zimiz olib kelamiz degan gapni aytganmiz. Chunki birinchi xaridorimiz. To'g'ri. Bizda shunday narsaki, bizdan narsa sotib olib turib, ertaga effekt bermasa ko'changizda zanglab yotmasin. O'tgan ketganda ko'zingiz tushib,
padaringga la'nat deb so'kinib o'tsa, endi odam bizga keladi shulardan. To'g'ri. Keyin biz topganimizda ham baraka bo'lmaydi, boshqa ham bo'lmaydi. Shuning uchun baholi qudrat biz inshaalloh o'sha xaridorlarning foydasiga yuradigan narsani qilamiz. Masalan, pechka, ikki pechkamizda ham 2 yilda tekinga qoldi deb aytgani uchun xaridorlarni ekonom qilganni hisobiga, ko'mirdan yutganni hisobiga. Shuning uchun biz shu biz bilan kim bizdan narsa olsa plyusdan chiqsin. Hali minusdan chiqib, ertaga effekt bermay bir joyda zanglab yotib, nima deydi, odamga la'nat olib ketadigan narsa qilmaylik deb qo'ldan kelgancha harakat qilyapmiz. Xudo xolasa sizga yoqdi, sinovdan o'tdik. Xaridorlarga nima deb javob beraylik? Endi haqiqatda mana shunday sharoitda shu narsani qilaman degan bo'lsa, 100% javob olsin. Tog'am aytayaptilar, 5 ta xonani istadi deyaptilar. Bemalol 5 ta xonaga o'tib, chunki lekin biz 3 ta xona deymiz. Yo'q, 5 ta xonaga faqat o'sha yo neri chekkasida, yo bu chekkasida qo'yilsa bo'ldi, javob yetadi. Keyin bizda aytayapman 30 da endi mana. Endi 30 da bunday qilsangiz 70 lab bitta munchacha batareya bo'ladi. Mana xonamiz mana shu 15 kvadrat chiqadi mana shu. Mana yoqqa bir u ham 7 kvadrat chiqadi. Mana shunga kichkina batareya darrov ulatgandan keyin endi yana nima deyish kerak? Bo'ldi, gap bo'lishi boshqa mumkin gap emas. bo'lishi mumkin. Endi tog'amning o'zini sistemalari ham udar bo'lgan haqiqatda. Men o'zim ko'rdim, ko'p sistemalar ko'rganman. Tog'am o'zlari ham santexnika shu uyda isitish, batareya uстановkalari bo'yicha haqiqiy necha yillik stajga egasiz, tog'a? Men endi aytsam ko'payib ketadi. Aytavering. Men 35 yildan beri 35 yillik tajribasi bor. Usta olib, o'rnatib, mana sizlarga живой natija. Nima qilsam bo'lsin, bu isishni boshladi. Ana nimani olib kelmagan ekanmizda, qolib ketgan ekan. Yo'q, men o'zi aytdim, birinchi kuni mana o'g'lim mana turibdi. Ashu o'g'limda o'zi aytdi. Yoqqanimizda qancha 15 minut to'masdan eshikka kirganda isidi dedim, to'g'rimi? Keyin ozginadan keyin olov kuchaygandan keyin mana uni qo'l ushlab bo'lmay qoldi. Kuydirib yubordi. Ana yaxshi qarasam 70 ga kirganda meni qo'l kuyadigan holatda bo'lgan. Yana nima kerak endi? Zo'r. Shu gap yo'q emas. Beyda haliga oshcha, haliga opqatov ya olib qochish emas. Bu tog'ani bugun ko'rishib turibmiz, ha? Orada telefonlashganmiz, to'g'ri, lekin bugun ko'rishib turibmiz. Uchqo'rg'onga ham to'g'risi men birinchi marta kelishim. Yashang shuni bahanasi bekarga chaqirtirmam. Ko'rib ketdim, suyining dedim. Mehnatingiz mana natijasi. Men bekarga chaqirganim, men sizga aytdim, o'zim elektrik, nima suvatchigaman. O'sha narsani o'zim qilib ko'rardim men. Maqsadim siz bilan ko'rishish. Nimasini natijasini ko'rim. Rosa xursand bo'ldim. Qilgan ishing kimgadir yoqib, tem bo'lsa siz ustasiz, ancha-muncha katyol sizga yoqmaydi. Albatta. Masalan, hayotiy tajribangizda qanchadan qancha nimalarni, katyollarni siz o'rnatgansiz, ishlatgansiz va ular natijasini bilasiz. Agar sizga-ki bu yoqqan bo'lsa, demak biz yaxshi natijaga erishibmiz. Erishdilar, albatta. Rahmat sizga ham. Endi eng qizig'i haligi belarda ham bor, samedelga qilgan. Tagida mana oddiy narsada hech haligi birovga xayolga kelmagan, unda olib kulni atashadigan qilib qo'ygansizlar. U bitta yutug'i. U bitta yutug'i. Endi haligi nergilarda qiladi, uni birda bir kishi tashab haligi ko'mir bilan olib olish kerak-da. Xo'p, ko'pchilikni qiziqtirgan savol. Qishda soat 4 da sovuq tushdi boshladi, 3-4 da. Xo'p. Ishdan keldi odam, soat 4 da keldi. 4 da yoqdi. Nech kilo ko'mir tashlasa ertalabgacha uyda issiq turadi. Shu savolga javob bering. Ha, bu mana men o'sha kuni Sibida qoldim, endi o'sha yoqib yurgizgan kunim. Endi biz to'g'ri tortib ko'rmadim, mana shu hozir buni mayda tashqarida ko'rsatdim, mana shu g'oladan taxminan bir 2 kilo yo 3 kilo solindi birinchi boshida. Undan keyin haylashtirib olgan. U sirazu yonib shunaqa guvullab yonar ekan mana ko'miri. Undan keyin shu bir paqir solindi, shu ertalabgacha yetib o'shanda tagida ponni yoldirib qo'ydim, santimetr ochiq qoldi. 12 kilo. Ertalabga uy issig'imidi? Issig'i turdi, bir xil temperatura. Batareykada issiq. Issiq turgan. Bo'ldi. O'sha biz bemalol garantiya deb aytaveraylik. Siz 5 ta xonani isitishga aqlim yetyapti deyapsiz, lekin biz 3 ta xonani maykachan yuradigan qilib beradi deb yuboraylikmi? Ya deysiz bemalol. Bo'ldi, gap bo'lishi. Uni 6-xonasiga ketadi, uni pechkani o'zi haligi bunda yoqib o'sha chekka qo'yilganda. Ham oshxona bo'ladi. Men aytayapman, endi meni soham shu. Ha, sog' bo'ling. Meni sohamligimni shu. Mana hozir 15 minut 20 minut bo'lmasa ilib bo'ldi. Yurdi beyda.
Ha, siyat borgan sari. Chunki hali ko'mir o'tayotgani yo'q. Siz bilan kelganimdan, ko'rishganimdan, tanishganimdan rosa xursand bo'ldim.